Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor görgüçler. Haftalık İstiqlal haberleri programımıza kelgenlerni kızgın qarshi olamiz. Ben Abdullah Yalqun. Ma'arif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. 2013 yılı 5 iyul kech soat 7'de Sharq Turkiston Ma'arif ve Hamkorlik jamiyatining chapidagi markazida qarindoshlarning oylik uchrashuv suhbati o'tkazildi. Suhbatga İstanbulda yashayotgan nurg'un qarindoshlar qatnashdi. Yig'inga jamiyatning bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Suhbat boshlanishidan ilgari 2009 yılı 5 iyul Urumchi qatliamidagi shahidlarning ve jamiyatning muavin raisi Musajon Arning dadasining ruhiga atab Qur'on xatmi qilindi. Qur'on xatmi duosini jamiyatning Safaku sho'basi mas'uli Anvar Qarim qildi. Keyin qarindoshlar Sabir Damollan boshchiligida duo qildi. Keyin jamiyat bosh naziri ustoz Abdulhakimxon Maqsumajim qarindoshlarga o'ziga yaxshi ko'rganni qarindishig'imi yaxshi ko'rmagicha mu'min bo'lolmaydi degan hadisning mazmuni, ahamiyati va navbatda qarindoshlarning bu hadisning ruhidan yiroq qoldi yashayotganligi haqida tushuncha berdi. U yana musulmonlarning masalasiga ahamiyat bermagan odam musulmonlarning jumlasidan emas degan hadisning mazmuni haqida to'xtalib, haqiqiy musulmon mu'min bo'lish uchun musulmonlarning ishlariga ahamiyat berish kerak. Allah insonni toqati yetmaydigan ishlarga mukallaf qilmaydi. Shuning uchun biz qo'limizdan kelishicha, toqatimizning yetishicha amaliyotchan bo'lishimiz kerak. Har bir musulmon o'zining mas'uliyatini tunib yetishi va boshqa qarindoshlar bilan musulmonlar masalasida o'rtaq fikr birligi hosil qilishi kerak. Hozir Sharq Turkistonda nurg'un qarindoshlarimiz shahid bo'ldi. Sharq Turkiston musulmonlari Xitoy doiralari tomonidan zulmga uchrayotdi. Haq huquqlari dafsanda qilinayotdi. Bu vaqtda qarindoshlar o'zining mas'uliyatini va majburiyatini tunib yetib, amaliyotchan bo'lishi kerak degan mazmunda tafsiliy tushuncha berdi. Biz duch kelayotgan masala ikki turlik xafalik duch kelyapmiz. Bir qismimiz, bel ko'p qismimiz bu xil turdagi mas'uliyatni to'liqlanmoqlik. Faqat o'zimizning bir shaxsiy manfaatimizni qamdalsam, o'zimizning ko'zlagan tijoratdan foydalanmasak, o'zimizning planlagan ishimizni mangsam, boshqa kishilar hisoblashmaydigan ahvol gap qilaylik. Peygamberimizning shu hadislarining mazmuni esimizdan chiqib qo'yaylik. O ash beşo namozda o'qiydigan, haj qilgan, sho'danlik qilgan kitob bu. Men lam yahtami bi amril musbalisi minhumning ma'nosi musulmon degan ashishni qilasiz zada shu qilib ketib beribsiz. Musulmonlarning ishiga ko'ngil bo'lmasangiz ularning qatorida emas deylik. Keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapchan navbatdagi Sharq Turkiston vaziyati va nima qilish kerak degan temada so'z qildi. 2009 yılı 26 iyun ve 5 iyun Urumchi qatliamini eslatgan Abdulqodir Yapchan Xitoy doiralarining yaqinda 11 nafar ilg'or qarindoshlarimizga tutish buyrug'i e'lon qilganligini uqtirdi. U yana Xitoy tajovuzchilari nupusni ko'paytirish orqali Uyg'ur millatini yo'qotib o'tamiz degan razil niyat bilan siyosat ijro qilayotgan bir mezgilda Sharq Turkiston xalqi buningga qarshi maydonni ko'rsatdi. Xitoy kommunistlari Sharq Turkiston xalqining bu irodasini sundirish uchun Urumchini markaz qilgan holda askariy qurol yaroqlari bilan xalqimizga hayva qilyotdi. Biz buningga qarshi chora-tadbirlar haqida jiddiy o'ylanishimiz kerak dedi. Yadro davlati bo'lgan Xitoy qo'lida kaka, palta, o'rg'oq va pichoqdan boshqa hech qanday quroli bo'lmagan Sharq Turkiston xalqidan qo'rqib, bu yil 5 iyul kecha uxlay olmadi. Ammo biz bu yerda bahramon uxuldik degan Abdulqodir Yapchan Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqiga qilgan zulmi va qatliamlari sababli vaqa chiqishidan ansirab uxlay olmay Sharq Turkistonda harbiy holat yurgizdi. Mana bu Sharq Turkistonning Xitoy tuprog'i emas, balki bizning tuprog'imiz ekanligini uqtirdi. Bizning mana shu so'zimiz hammadan kuchlidir. Xitoy bu sababdan shuncha qurol yaroqlari bilan turibmi, bizdan qo'rqudi dedi. Xitoyning qurol yaroqlarini, tanklarini ko'chaga chiqarib hayva qilganligi Xitoyning naqadar ojiz, qo'rqinchoq va razil ekanligini ko'rsatdi degan Yapchan, Xitoy bilan bizning oramizdagi kurashdan maqsad Sharq Turkistonda ya Allohning adolatini barpo qiladigan haqiqiy islom davlati barpo qilish va yoki bu yo'lda shahidlik martabasiga erishishdir. Xitoyga qarshi jihad qilayotgan qarindoshlarimiz bizning faxrimiz va qiyomatgacha bizning o'lgumizdir dedi. Xitoy tutish buyrug'i chiqargan 11 nafar qarindoshimiz haqida to'xtalgan Abdulqodir Yapchan
musulmonchilik nuqtasidan bo'lsin yoki Uyg'ur millati nuqtasidan bo'lsin va yoki insonlik nuqtasidan bo'lsin bu qarindoshlarimizni Xitoy ishg'olchilariga tutib berish qat'iy to'g'ri emas. Bu qarindoshlarimizni butun kuchimiz bilan qo'g'dab qilishimiz uchun bularga moddiy va ma'naviy jihatdan hamkorlashishimiz lozim. Kimki Xitoy tajovuzchilari e'lon qilgan molga havas qilib, bu qarindoshlarimizni tutib beradigan bundaq mal'undan ilgari yoki keyin cho'qim hisob olamiz dedi va ularning tarixda milliy munofiq al-xoini qatorida qiyomatgacha rasvo qilinadiganligini bildirdi. Agar Xitoyning aşı qilayotgan harbiy kuchiga qarta biz qo'limizga shu Xitoy ash ko'katgan harbiy kuchning shu 10dan bir 100dan bir qo'lga kelgan kuni Xitoyning tanklarini yo'lda mang'izmaymiz. Mang'amaydi o. Xitoy bugün aş bichar xalq aşinchi vala cho nima selavatsa qo'rqinchi kuch ko'ktavatsa. Senin ne kadar acizliğini, ne kadar çok işplaslıkını, ne kadar karniyet ikenlikini, ne kadar çok zayıf bir mahluk ikenlikini ispatlap bir otadı. Xitoy 11 kişiye tutuş buyruğu ilan kıldı. Şarkı Türkistan işçi ve teşriki barlık qarindoshlar. Bu haqda kallamızın silki öteli. Kallamızın işiltili. Akılını işiltili. Meyle Müslüman bolalı. Meyle Uygur bolalı. Kim buluşumuzdan kat'i nazar karşımızda Allah'ın düşmanı ve bizden düşmanımız boğan Xitoydan ibaret. Xitoy tajovuzchilardan ibaret. Xitoy komünist kafirlardan ibaret bu tajovuzchi jinoyatchi turdikan bu jinoyatchiga har qanday shaklda hamkorlashishga, har qanday shaklda shu bunga shu yordam berishga, har qanday shaklda o'z qarindoshlaringni shu tutib berish qat'iy bo'lmaydi. Agar musulmon bo'lsang harom, halol sansan kafir bo'lsa, sen tarixingda shu sen ve senin ailen hayırla qatarda olab öldü eğer Xitoyga mush ballarni shu Xitoy shunday narsani e'lon qildi ya tutmagan yoki shu buning bor yerini bizga ko'rsatib qo'yganlar 100 ming degan nima Xitoy pis mehnat past Xitoy. Agar mush pulni mush manfaatni deb Sharqiy Turkistonda birer kishi shu bu qarindoshlarimiz ziyankeşlik qilib Xitoyga sotadi ekan ya tutib ekan ma'lum qildi ekan buningdan baldu ya keyin choy hesab olamiz biz. Allohning yordami, Allohning izni bilan. Oxirida jamiyat bosh kotibi Abdulahad Hojim har bir Uyg'ur o'zining engiga dinim islom, millatim Uyg'ur, vatanim Sharq Turkiston, dushmanim Xitoy degan shuarni singdirishi va shuningga loyiq amaliyatchan bo'lishi kerak dedi. Yig'inning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Ürümçi qatliamining 4-yili munosabati bilan Xitoyning Istanbulda turishi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. Bundan 4 yil burun 2009-yili 5-iyul kuni vatanimiz Sharq Turkistonning Ürümçi shahrida qonxo'r Xitoy tajovuzchilari tomonidan elib berilgan qonliq qirg'inchilikda ko'plagan qarindoshlarimiz shahid qilindi, turmalarga solandi. Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilgan nurg'unlagan qiz o'g'lonlarimiz iz deraksiz g'oyib bo'ldi. Narsida o'g'il qizlarimiz yetim qoldi. Farzandlarining hayot yoki o'lganligidan xabar ololmagan mehribon ota-onalarning ko'z yoshlari daryo bo'lib oqdi. Xitoy tajovuzchilari dunyo tarixida misli ko'rilmagan eng ashaddiy zulm siyosatini Sharq Turkiston xalqi ustidan ijro qildi va ijro qilib kelyotdi. 5-iyul kunining yaqinlashishiga ergashib, o'g'rining yuragi pok-pok degandek Xitoy tajovuzchilari Ürümchini markaz qilgan holda Sharq Turkistonning har yerida xalqqa qo'rqinch silish uchun urush tankilari, harbiy mashinalari va qurol yaroqlari bilan ko'chaga chiqib hayva qilishga boshladi. Xitoylarning Sharq Turkiston xalqi ustida elib borgan va elib bormoqchi bo'lgan razil siyosatiga qarshi vatandagi azimatlar qo'lidan kelishicha qarshilik ko'rsatyapti. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarmi qo'lidan kelishicha o'zlari yashayotgan davlatda xalqaroning diqqatini tortib, aktiv faoliyatlarda bo'lyapti. Türkiye İstanbul'da faaliyeti buluyotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari birlikda
2013 yılı 6 iyul shanba kuni tushdan keyin soat 3 da 2009 yılı yuz bergan o'limchi qatliamining 4 yilini xotirlab Sharq Turkistonga erkinlik munbiri nomi ostida Xitoyning Istanbulda turishi konsulxonasi oldida keng ko'lamlik namoyish o'tkazdi. Namoyishga Ulku ojoqlari, Turan ojoqlari, Alparan ojoqlari, Ahdi Vafo jamiyati, Insoniy yordam vaqfi, Sharq Turkiston vaqfi, Anatoliya yoshlar jamiyati, Yosh cherilar madaniyat jamiyati, Sharq Turkiston ko'chmanlar jamiyati, Sharq Turkiston yoshlik va madaniyat jamiyati, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati, Sharq Turkiston mehr shafqat va hamkorlik jamiyati, Galatasaray futbol klubi va Buyuk birlik partiyasi qatorliq ommaviy tashkilotlar qatnashdi. Namoyishchilar ay yulduzliq ko'k bayroq bilan bu vahshiy qirg'inchilikqa qarshi turayli degan har xil shuarlar yozilgan lozungi taxtaylarni va tutqun qilingan, shahid qilingan azimatlarning suratini egiz ko'tarib, Sharq Turkiston yig'lima, biz sen bilan billa, qotil Xitoy Turkistondan yo'qol, haq huquq adolat Turkistonga hurriyat. Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilarining mozorligi bo'ladi. Men turk deganlar nima degan baxtlik. Shinjong emas Sharq Turkiston. Sharq Turkiston azaldan bizning edi. Bundan keyinmi bizning bo'ladi. Turkiya uxlama, qarindishingga egichiq deganga o'xshash shuarlarni tovladi va Xitoy konsuli ishikiga qora chambarak qo'ydi. Oxirida birlashma axborot e'lon qilish yig'inidan keyin qaytishdi. Yine zalim Çin güvenlik güçlerinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan yaylım ateşinde 26 kardeşimiz şehit oldu. Terörist Kızıl Çin Türkistan'dan defol! 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 Sharq Turkistonda Ramazon oyi kelishi bilan Xitoyning cheklamalari chekidan oshmoqda. Ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining Ramazon oyining kelishi bilan amonlik saqlash tadbirlari nomi ostida Sharq Turkiston musulmonlariga qarta cheklamalarini chekidan oshirganligi o'tirg'i chiqmoqda. Sharq Turkistonda o'tgan 2 hafta ichida orqa-orqadan yuz bergan qonliq voqeaning orqasidan musulmon Uyg'urlar hozirmi Xitoy tajovuzchilarining besimiga uchirmoqda va besim iskanjalar ostida Ramazon oyini kutib oldi. Ramazon oyi kirishi bilan Sharq Turkistonda atalmish amonlik tadbirlari nomida besimni necha hassa kuchaytgan Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkiston xalqiga hayva ko'rsatmoqda. Bu sababdan markaziy Urumchidagi cho'ng avod bozorlarining muavatligini yo'qotayotganligi ilgari surilmoqda. Xitoy tajovuzchilari hukumat ma'murlari, ishchi xizmatchilar va o'quvchilarning Ramazon oyida ro'za tutishini cheklab kelmoqda. Yana bir tarafdan Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonda yaqinda yuz bergan Xitoyga qarshi voqealardan keyin soqchilar har qanday bir qarashlik bildirish xarakteridagi voqealiklarga munosabatlik bir ishni xabar qilganlarga iqtisodiy mukofot beradiganligini e'lon qilgan. Sharq Turkistonda turishliq ishg'olchilarning atalmish bexatarlik idorasining rasmiy to'r betida e'lon qilingan uqtirishida har qanday faoliyat haqida xabar berganlarga 50 mingdan 100 ming yuangacha Xitoy puli, ya'ni 15 ming bilan 30 ming turk lirasi miqdorida mukofot beradiganligi bildirilgan. Bu uqtirishda yana xabar berguvchilarning ismining oshkorlanmaydiganligi qo'shib qo'yilgan. Xabarlarga qaraganda Xitoy tajovuzchilari 26 iyun Pichon Lukchun voqeasi yuz bergandan keyin Qaramayga sirtdan bir qism qurolli soqchilarni yo'tkab kelgan. Shahar aholilarining bildirishicha 2 haftadan buyon to'liq qurollangan askar soqchilar va to'qmoq ko'targan amonlik saqlovchilar shahar ko'chalarida chorlash elib berayotgan bo'lib, texmi o'yni qilib aytganda Qaramaydimi harbiy holat yurgizishga boshlagan. Vatanimizning Qaramay shahridan egallangan ahvollarda ma'lum bo'lishicha, bu yil Qaramay shahridagi Uyg'urlar Xitoy doiralari chiqargan har xil nomlardagi Ramazon mezgilida muqimlikni saqlash uqtirishlari va to'liq qurollangan Xitoy soqchi askarlarining nazorati ostida Ramazon oyini kutib olgan. O'tgan oyning oxiridan boshlab Qaramay shahar ko'chalarida boshqa joylardan yo'tkab kelingan to'liq qurollangan soqchi askarlardan boshqa yana to'qmoq ko'targan amonlik saqlovchi xodimlar va soqchi avtomobillari 24 soat chorlash elib boradigan vaziyat shakllangan. Qaramay hukumat o'rnining 11 iyul kunligi sonida Shinjongdagi terrorlikqa qarshi muqimlik xizmatini kuchaytirib, Po'latdek mudofaa istehkomi qurayli sarlavhalik yig'in xabarida 10 iyul kuni Qaramay neft bosh idorasining partikom sekretari Yuvining so'zi naql qilinib, Qaramaydagi ishchi xizmatchilardan 5400 nafar kishini ajratib, neft rayonidagi muqimlikni saqlash uchun 24 soatlik chorlash xizmatiga o'rinlashtirilganligi xabar qilindi. Atalmish Shinjong qonunchilik gazeti to'rining 11 iyuldagi sonida yana
Qaramay shahar aholisi ommaviy so'rovlardagi nazorat qilish kameralaridan bexatarlik ahvolini ko'ralaydi sarlavhalik xabarda 10 iyuldan boshlab Qaramay shahar aholisining Qaramaydagi 82 joyga o'rinlashtirilgan nazorat qilish sistemasi avatgan uchurlarni qo'l telefoni va kompyuterlardan ko'ralaydiganligi xabar qilindi. Qaramay hukumat to'rida e'lon qilingan Ramazon mazgildagi diniy faoliyatlarni tartibga solish nomidagi uqtirishda Ramazon mazgilida Qaramay shahridagi masjid qatorliq diniy so'rovlarda har qanday namda diniy ta'lim-tarbiya kurslarining ichilishiga ruxsat qilinmaydiganligi, suhur va iftor vaqtining hukumat tarqatgan jadvalga asosan o'rinlashtirilganligi, rayon atlab, masjid atlab diniy faoliyatlar bilan shug'ullanishga bo'lmaydiganligi, diniy so'rovlarda qattiq bexatarlik tadbirlari e'lindiganligi alohida uqtirilgan. Xabarlarga asoslanganda mushu bir hafta ichida Qaramayda 17 nafar Uyg'ur atalmish qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullangan degan bahonada tutqun qilingan bo'lib, Tayvan Markaziy axborot agentligi Yangi Ira gazeti qatorliqlarda bu haqda xabarlar berildi. Dünya olimlaridan Misr chaqiriqi. Xalqaro islomiy tashkilotlar birligining Istanbulda o'rinlashtirgan olimlarning Misr xalqi bilan hamkorlashish yig'inida olimlar o'zlarining tinchlik yo'li bilan qarashliklarini bildirib kelayotgan Misr xalqi tarafida ekanligini bildirdi. Dunyoning o'xshamagan davlatlarida xili ko'p va muhim ilmiy tashkilotlar va bu tashkilotlarning manbasiga ega bo'lgan xalqaro islomiy tashkilotlar birligining 11 iyul Istanbuldagi Rataj Royal mehmonxonasi o'rinlashtirgan yig'inda so'z qiluvchilar Misrda saylam orqali huquqqa chiqqan Cumhur raisi Muhammad Mursiga qartilgan harbiy siyosiy o'zgarishga qattiq noroziligini bildirishdi. Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan yig'inda oldi bilan qo'llovchi tashkilotlarning ismlari o'qib o'tildi. Dunyo musulmon olimlar birligi eng oldingi qatorda bo'lish bilan birga Musulmon olimlar birligi, Arab birlashma xalifaliklari davlatlarining islom birligi, Yevropadagi islomiy tashkilotlar uyushmasi, Indoneziya yuqori darajali olimlar birligi, Ahli sunnat olimlar birligi, Misr shar'iy hay'ati, Sham olimlar birligi, Kuvayt da'vatchilar birligi, Sudan olimlar birligi, Yaman olimlar birligi qatorliq nurg'un ta'sirchanligi kuchli bo'lgan tashkilotlar Misr xalqi bilan hamkorlashilganligini bildirishdi. Bu yig'inning Istanbulda ochilganligi va Turkiyaning bu vaqtdagi qo'llashlariga qarata alohida rahmat aytgan yig'in so'zchilari Misrdagi bu surkilishni oxirlashtirish uchun darhol tadbir qo'llanish kerakligi haqida chaqiriq qildi. Bu yig'inda so'z qilgan Turkiya Diyanat ishlarining muavin boshlig'i doktor Akram Kalash musulmon dunyosidagi bu mushkulchiliklarning o'ttirg'i chiqishida musulmonlarning rahbari, yo'lboshchisi hisoblangan olimlarning o'z rolini yaxshi joriy qildira olmaganligini, bugun dunyoning nurg'un yerlaridan bu yerga yig'ilgan olimlarning Misrning bu qiyin ahvolida o'zlarining majburiyatlarini cho'qim ado qilishi kerakligi haqida chaqiriq qildi. Yig'inda so'z qilgan olimlar ba'zi diniy olimlarining ming afsus harbiy siyosiy o'zgarish qilg'uchilar tarafida turganligini, Misrdagi bu voqealiklarning yolg'izlar Misr xalqi, musulmon qarindoshlar tashkiloti va Muhammad Mursiga aloqador masala bo'lmasdan, balki dunyodagi musulmonlarga umumiyuzlik nafrat va o'chmanlik saqlagan kuchlarning musulmonlarga qarshi yurgizgan qarshilik va bostirish harakati ekanligini, Turkiya xalqining har qatlamidan nurg'unlarining harbiy bostirishga uchragan Mursi tarafdorlarini qo'llaydiganligini, dunyodagi musulmonlarning shundaqla vijdon egalarining hozirgi dunyoda harbiy o'zgarish bilan musulmonlar tarafidan saylangan Cumhur raisini huquqidan elib tashlash, musulmonlar tarafdori bo'lgan radio televizor kanallarını to'xtatib o'tishdan iborat bu yo'lsizlikqa qat'iy qarshi turishi va bu haqda bir saf va bir maydonda bo'lishi kerakligini bildirishdi. Oxirda yana barliq musulmon olimlarining Mursi va Misr xalqiga qarshi elib berilgan bu harbiy siyosiy o'zgarishning aslida dunyo musulmonlari ustidan o'ynalayotgan suiqasdning bir parchasi ekanligini, buning uchun har bir olim o'z davlatidagi xalqning bu vaqtdagi sezgurligi va ro'shan bir maydonda bo'lishi uchun yo'lboshchi bo'lishi kerakligini, musulmonlarning birlikda kuch chiqarib buningga qarshi maydonni bildirishi va unumli tadbir elishga o'tishi kerakligini ta'kidladi. Yana bir tarafdan dunyo musulmon olimlar birligining raisi Misrlik diniy olim bo'lgan Yusuful Qaradavi Misr harbiy doiralarining davlat huquqiga daxli taruz qilgan holda qonuniy va diniy shariat jihatdan xato ish qilganligini, İslamiyatning boshqalar tarafidan tanlangan, saylangan boshliqqa itoat qilishga buyurganligini ta'kidladi. Qardavi so'zida yana Misr harbiy qismlar qo'mondoni Abdul Fattah As-Sisi va siyosiy kuchlarga xitob qilib, Muhammad Mursini qayta vazifasiga qaytarib kelishini talab qildi.
Misrda 30 yillik Husni Muborak diktator hokimiyatining ag'dirilishidan keyingi tunji qitim elib berilgan saylan bilan hokimiyat kelgan Misr Cumhur raisi Muhammad Mursi hokimiyatga kelib, dastlabki yilida askar tarafidan elib berilgan harbiy o'zgarish bilan ag'dirib o'tildi. Harbiy o'zgarish allaburun qalaymaqonlashib bo'lgan Misr ko'chalarini texmo qalaymaqonlashtirib o'tdi. Askar Mursini qo'llagan va bomdod namusi o'qiyotgan xalqning ustiga o'q yog'dirdi. 53 kishining hayotidan ayrilishiga sabab bo'lgan bu hujumda yüzlerce insonning yaralanganligi ilgari surilmoqda. Misr ko'chalaridagi qirg'inchilik va pat-pat bo'lib turadigan to'qinishlar davomlashmoqda. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.